Odam alayhissalomning yaratilishi, koinotning yaratquchisi, egisi bo'lgan Alloh taolo o'zining borlig'ini bilish, ibodat, itoat qilish va zaminni obod qilish uchun mahluqotlarning eng sharafli bo'lgan inson yaratishni iroda qilgan. Buningdan burun yaratgan va faqatla ibodat bilan vazifalantirilgan farishtalarga bu ilohiy irodasini mundoq bayon qiladi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz seni pok deb madhilaymiz, muqaddas deb madhilaymiz, dedi. Alloh, "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman", dedi. Farishtalar, "Seni butun kamchiliklaringdan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchisan, hikmat bilan ish qilguchisan", dedi. Xalifa vakilga o'xshash bo'lib, aslning o'rniga muavin bo'lish, ya'ni oz va ko'p uning o'rnini tutib, uni tamsil qilish degandek bo'ladi. Bu yerda xalifa vakil ma'nosida bo'lib, Allohning irodasini yer yuzida tamsil qilgan, amr farmonlarini ijro qilgan kishi demakdir. Buningga qaraganda inson Allohning nurini voyaga yetkazishda vosita va vasila bo'ladi. Vakolat ayni zamanda aslning noibga bir sharaf ato qilib, uni hurmatlishidir. Alloh taoloning payg'ambarlarini ziminda xalifa qilishimi bu kategoriyaga kirdi. Aslida insonga berilgan ruhdimi bir boshqarish sifati bor. Bundoq bo'lganda bu xalifalik hech bir shaklda ulug'iyatga vakolatdan ma'nosida kelmaydi. Bu oyatda Janobi Allohning farishtalarga bir tur mushavira, ya'ni maslahat qilganligidan so'z qiladi va Alloh taolo bir xalifa yaratadiganligini bayon qilganida farishtalar o'zining buningga texmi loyiq ekanligini sezdirishga tirishib, Allohni ko'p tasbih va tanzih etganligini ilgari surgan. Lekin Janobi Alloh "Men sizlar bilmaganni bilaman" deyish orqali bir qarashida farishtalarning bu tasbih va tanzih xususiyatlarining xalifalik uchun yetarli emasligini, o'zidan bir sir, ya'ni ruh puyulishi, kayfiyatining va asmo ta'limining buningga vasila bo'lganligini ifodalaydi. Bu sababdan inson bir ijod badiisi, ya'ni ilohiy bir san'at asari bo'lib, zohiriy ham botini bilan xalifalikka loyiqdir. Allohning butun asmosining o'zida komil tajallisi bo'lgan mukammal mavjudiyatdir. Farishtalarning Allohdan savol so'rashining hikmati. Birinchi, farishtalar insonning yaratilish hikmatining nima ekanligini bilishni orzu qilib savol so'rgan. E'tiroz bildirganligidan yoki Odam alayhissalomga bo'lgan hasad tufaylidan savol so'rmagan. Chunki naslarning, ya'ni oyat va hadislarning bayon qilishicha, farishtalarda Allohga isyon va e'tiroz qilish, hasad va nafratga o'xshash yomon odatlar bo'lmaydi. Ikkinchi, farishtalarning insonning ziminda fasod chiqarib qon to'kadiganligini Lavhul Mahfuzdan xabar topganlik ehtimolimi bor. Bu sababdan bundoq bir savol so'rgan bo'lishi mumkin. Shunglashqa, ba'zi komil olimlari farishtalarning Lavhul Mahfuzni ko'rib turadiganligini ilgari surgan. Uchinchi, Alloh taolo insonni yaratishdan burun bu ahvolni ularga bildirganlik uchun so'rgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi, ya'ni ba'zi qarashda farishtalar jinlarning buzg'unchilik va fasod chiqaradiganligini buning oldida bilganligi uchun bu savolni so'rgan. Rivoyat qilindiki, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratishni iroda qilganida zaminga "Men sening tuproqingdan o'zimga xalifa yarataman. Ulardan menga itoat qiladigan va isyon qilganlar chiqadi. Menga itoat qilganlarni jannatga, isyon qilganlarni jahannam bilan jazolayman" deb ilhom qilgan. Keyin Alloh taolo Jibril, Mikoil, Isrofil va Azroil alayhissalomlarni tartib bilan zaminga avatgan. Ulardan ayrim yerlardan biror chimdim tuproq keltirishni buyurgan. Farishtalar bu amrni o'rindash uchun zaminga tushganida, zamin "Bu sizlarning oladigan tuproqdan inson yaratiladi.
va u Allohga osi bo'ladi. Bu sababdan jahannamga kiradi. Natijada mening bir parcham jahannamda kuyidi, deb tuproqdan berishni xohlamagan. Bu sababdan Jibril, Mikail, Israfil, ya'ni Allohning salomi ularga bo'lsin, qatorliq farishtalar zimindan hech bir narsa ololmay Rabbining dargohiga qaytib mundoq degan: "Ey Rabbim, zimin sana seg'indi. Jahannamda kuyish qo'rqisi bilan tuprog'ini berishni xohlamadi. Bizmo majburlashni loyiq ko'rmadik." Lekin Azroil alayhissalom ziminning bu talabiga: "Men Allohning amrini o'rindamay, uning dargohiga qaytishdan uningga sig'inaman" deb ziminning har xil yeridan har xil rangda qizil, oq, qora tuproq oldi. Keyin ularni arashtirib Alloh taologa ilib keldi. Azroil alayhissalomning bu keskinligi tufaylidan ruhlarni elish vazifasi berildi. Inson tuproqdan yaratilganligi uchun tuproqning xususiyatlariga ega. Tuproq ba'zida issiqdan qurutiladi, suvga hasrat qoladi. Bir mavsum qishning jafosiga chidaydi. Barakatlik bahor yomg'iri bilan yangidan tiriladi. Ming bir go'zallik, rang, xushpuroqligi bilan ilohiy qudrat naqshlarini ko'rgazma qiladi. İnsonningmi tuproqqa o'xshash bir taqdiri bor. Dunyo so'ygisi girdovida cho'ldagi qum bo'ron chopqinlaridek chalqilinib turadi. Nafsining mahkumi bo'lib o'zini parishon qiladi. Lekin nafs to'sqinligini bir taraf qilish natijasida mukammallashadi. Tuproqning bahor yomg'iri bilan hayot tepishiga o'xshash fayz va rahmat tajallilariga erishib, boshqalarni o'ylaydigan bo'ladi. Buning bilan o'ziga kelgan ne'matlarni bahor barakatining go'zalligi va mo'lligi ichida Alloh rizosi uchun munbat tuproqlar misoli atrofiga infoq tarqitadi. Insonning fani vujudi tuproqdan yaratilganligi uchun tuproq bilan oziqlanib, tuproqda yo'q bo'ladi, ya'ni asliga qaytadi. Tuproqdagi butun elementlar inson vujudida oz ko'p mavjud. Inson vujudi ayni zamonda tuproqning ayrim bir ko'rinishidir. Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganligi uchun Odam deb atalgan. Odam alayhissalomning tuproqdan yaratilganligi Qur'on Karimda mundoq bayon qilindi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-da, u vujudga keldi. Tuproq qizil, oq, qora va uningga o'xshash har xil ranglarga ega bo'lganidek, uningdan yaratilgan insonlarmo har xil rangda. Buning bilan birga tuproqning qattiq yumshoq taraflari bo'lganidek, insonlarmo iqtidor va qobiliyat jihatdan har xildir. Bu haqiqat Qur'on Karimda mundoq bayon qilindi. Ko'rmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turlik rangarang mevalarni chiqardi. Ya'ni shuningdek Alloh tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizil, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Shuningdek insonlarni, hayvonlarni, chorva mollarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Ya'ni bandalar ichida tavba qilganlarni mag'firat qilguchidir. Bu haqda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam mundoq deydi: Alloh taolo odamni ziminning har tarafidan ilingan bir tutam tuproqdan yaratgan. Bu sababdan insonlarning u tuproqlarga nisbatan bir qismi qizil, bir qismi oq, bir qismi qora, bir qismi bo'lsa bu rangning birlashishidan hosil bo'lgan rangda. Bir qismi yumshoq, bir qismi qattiq, bir qismi yaxshi to'yliq, bir qismi eski to'yliq bo'lib, ya'ni har xil iqtidor, xarakter va xususiyatlarda dunyoga kelgan. Aytishlarga qaraganda Alloh odamning xilqat tuprog'ini qo'li bilan 40 kun yo'g'argan. Ya'ni Tabri, Tafsir 111, 306. Bu kunlardan har biri biz uchun kayfiyati majhul bo'lgan bir zaman parchasidir. Materiallarga qaraganda odam yaratilgan loy 40 yil o'z holida qoldirilgan bo'lib, qilib shaklda pishirilgan. Ustiga 39 yil qayg'u yomg'iri, 1 yil xushalliq yomg'iri yoqqan. Buning uchun odam bolalarining g'am qayg'usi xushalliqdan ko'p. Shunga hikmat ahli mundoq deydi: bu shundoq bir dunyo. Bir kun kuldirsa, kunlarcha yig'latadi. Bu yerdagi yomg'ir moddiy yomg'ir bo'lmasdan ma'naviy bir tajallidir. Majozi jihatdan yomg'ir deb aytilmoqda.
g'am qayg'udan keyin doimo xushallik keladi. Buyuk mukofotlar, buyuk sabr va qiyinchiliklarning orqasida Miraj mo'jizasining jafo mushaqqat, dard alam to'lgan Toib safarining keyindan ihson qilinishi, ig'ir qiyin qisqa ichida o'tgan Makka davridan keyin Madina davrining kelganiga o'xshash. Bu haqda Qur'on mundaq deydi: Albatta, har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta, har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. İnşirah suresi nazil bo'lgan chaqda Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning bir qiyinchilik badaliga ikki osonlik taqdir qilganligiga xursand bo'lib, kulimsirgan holda bir mushkullik ikki osonlikqa hech bir zaman g'olib kelinmaydi. Chunki albatta bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Ya'ni İnşirah 5-6 degan holatda sohibining yeniga kelgan. Hayotning jafo mushaqqatlari oldida qiyin ahvolda qolgan kishilarga bir chiqish yo'li ko'rsatish uchun shoir mundaq deydi: Beshingga har qanday bir qiyinchilik kelsa, İnşirah surasining ma'nosini tafakkur qil. Bu yerda bir mushaqqat ikki osonlik orasida zikr qilinayotdi. Buni yaxshi tushunganingda xursand bo'lib, g'am qayg'uring yo'qab ketadi. Haqiqatan dunyo turli jafo mushaqqatlar bilan to'lgan bir imtihon yeridir. Qur'on bu haqda mundaq deydi: Biz sizlarni bir oz qo'rqinch bilan, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga biror musibat kelgan chig'ida ular biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Ya'ni Baqara 155, 157. Jamoat va nabotat, ya'ni o'simlik texmo umumyuzlik bir sabrdan keyin voyaga yetadi. Baharning kelishi tuproqning qish mavsumidan chekkan jafosidan keyindir. İnsanmu sabr bilan to'xtalgan va komil inson holiga keladi. Qur'on Karimda Hazrati Odamning tuproqdan yaratilish bosqichi mundaq bayon qilinadi. Birinchi, tuproq bosqichi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-da, u vujudga keldi. Ya'ni Al-Imron 59. İnson tuproqdan yaratilganligi uchun tuproqning har xil xususiyatlariga ega. Tuproq seg'izliq, qumliq, qattiq, yumshoq bo'lganidek insonlarning tabiatimi har xil bo'ladi. Tuproq dassalanadi. Har narsa uning ustida rohatlik bilan ishlanadi. Tuproq buningga qarshi hech aks ta'sir ko'rsatmaydi. Shuningdek, insonlardagi sabr, kamtarlik, oqko'ngillikka o'xshash sifatlar bu yerdan kelgan bo'lib, buning aksicha tuproqning harakatsizligidan insonlar o'rinliq va bo'shanliqqa o'xshash sifatlarga ega bo'ladi. Ikkinchi, loy bosqichi. U hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhisalomni loydan yaratdi. Loy bosqichida suv orig'i kirdi. Suv oldi bilan pokizlaydi va pokizlikni tamsil qiladi. Bu sababdan suv insondagi sharmiy hayo, moddiy va ma'naviy pokizlik tuyg'usini tamsil qiladi. Uchinchi, yepishqoq loy bosqichi. Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Yepishish insonning sadoqat tuyg'usi va bog'liqligini ko'rsatadi. İnsanning johilligi va o'z fikrida ching turishimi bu bosqichning bir natijasi. To'rtinchi, havoda qurgan quruq loy bosqichi. Shak shubhisizki, biz inson, ya'ni Odam alayhisalomni qora loydan yasilib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan yaratdik. Oyatda zikr qilingan salsal havoda qurgan loy bosqichida havo elementi org'a kirdi. Havo insonning liyiga harakatlik ato qilgan. İnson tabiatidagi qararsizlik, qaroridan yenib olish, va'dasiga vafosizlik va
buzg'unchilik sifatlari bu bosqichning natijasi. 5. Shakllangan, cheksiz jiranglaydigan sapal bosqichi. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora laydan yasalib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiranglaydigan, quruq laydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yoritdiman." Shakllangan sapal bosqichi insonning shaklga kirish, tarbiya va tazkiya bo'la oladigan xususiyatlarga ishorat qiladi. Uning bu sifatining yaxshi va yomonga qo'llanish imkoni bor. Muhim bo'lgani uni to'g'ri tarafga tortish. 6. O't pishgan lay bosqichi. Alloh insonni, ya'ni otanglar odamni cheksiz jiranglaydigan sapaldek quruq laydan yaratdi. Bu bosqichda o't elementi o'ttirga kiradi. İnsanның kibri, g'ururi, qizg'anchiqligi, Allohning buyrug'iga qarshi chiqish va aldamchilik sifatlari o'tdan maydonga kelgan. Mü'minun surasining 12, 14 oyatlari Hazrati Odamdan keyin uning nasldan keladigan har bir insonning yaratilish bosqichini munda xulosalaydi. Biz insonni haqiqatan layning javharidan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachchadonda joylashgan abi ma'nidan qildik. Ondan abi ma'nini laxta qonga aylantirdik. Ondan laxta qonni parcha go'shga aylantirdik. Ondan parcha go'shni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sh qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Alloh hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Bu ma'lumotlarga meditsina ilmi kunimizda erishdi. Alloh taolo Qur'on Karimda insonning yaratilish bosqichini 1400 yil burun ilmiy haqiqatlarga muvofiq usulda xabar berdi. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo insonning ibrat bilan to'lgan har kishining diqqatini tortadigan bosqichlar ustida to'xtalgan. Bu bosqichlarning avvalini tashkil qilgan lay, ya'ni Hazrati Odamning yaratilishidagi tuproq bosqichi, ko'rinish jihatdan qimmati bo'lmagan bir moddadir. Buningdan keyingi bosqichlarda bo'lsa, inson vujudidan etilib chiqqan qimmatsiz bir suv, yepishqoq va qetishgan bir qon pehtisi, ya'ni quyuq qon parchasi, ig'izda chaynalgan bir ko'rinishga ega jozib bo'lmagan va hatto seskandiradigan bir modda. Ondan keyin ilohiy qudrat tajallisi bilan inchka, nozuk va ko'rkam bir manzarini tashkil qilgan insondan iborat san'at badiisini shakllantirishi, buningga ergishib jism, ruhning sog'lom, quvvatli bo'lishi, oxirida bu taraqqiyot jarayonining ta'siridan takror qaytadan kelgan yeri bo'lgan tuproqqa aylanib yo'qolishi, orqasidan sesib ketgan badan ichida xuddi bir suv tomchisi va ichib ketmagan Acbuz Zanab ismi berilgan yolg'iz bir urug'dan bir o't cho'pning vujudga kelish jarayonining tizlantirilgan shakliga o'xshash yangidan o'ttirg'i chiqish va tirilish. Alloh taolo ko'plagan oyatda insonning bu ko'plik olimidagi beshidan o'tkazgan narsalarni tafakkur qilishga da'vat qiladi. Biz umrni uzun qilgan odamning tenini ojizlashtirib, ya'ni yoshlik, qayrg'onlik vaqtidan ojizlaydi, qayriydi. Ular buni tushunmaydi. Alloh sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qayrlikni yetkazdi. Alloh nimani xolasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir. Hammaga qodirdir. Sizlarni zimindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana ziminga qaytaramiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qatim zimindan chiqaramiz. Shak shubhisizki, uningga bizning hamma mo'jizlarimizni ko'rsatdik. U inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi. Bu haqiqatan ko'rsatib berdiki, insonning badani dunyoda yashagan bosqichlar va o'zining ahvoli bilan fanilikqa mahkumdir. Asli maqsad ruhiy sultondirki, jannat jahannam, saodat yoki shafoat yo'li buning bilan bo'ladi. Hazrati Mavlana mundaq deydi: bandiga yog'liq va hasanlik narsalarni oz ber, chunki teningni yetishtirgan narsa nafs orzularga tushirib oxirida rasvo qiladi.
ruhqa ma'naviy ozuq ber. To'xtamliq bilan tushunish, samimiyat va ruhiy ozuqlar berginki, ketadigan yeriga, boqiy olamga kuchlik ketsin.